1 kilodan oshiqroq shu. Sho'rxon kilosi Kichkinalari nechta? 1 kilo, kattalari 1,5 kilogacha yeyapti bir mahaliga. Bu degani kuniga 3 kilo kattalari, 2,5 kilo, 2 kilo kichkinalar. Sho'rxon kilosi kilosi 3000 so'mdan olganmiz biz. 3000 so'mdan. Dekabrda oxirida. Assalomu alaykum do'stlar, buqa ishqibozlari, chorva ishqibozlari. 19 ta molga qanaqa yem berilyapti, qancha berilyapti, necha pul rasxod qilinyapti, 100% tiniq qilib xudo xolasa to'liq obzor qilib beramiz. Videoda oxirigacha kuzatinglar. Bu joyda 19 ta buqa bor, nima berilyapti, necha mahal yeyapti, to'liq obzorni qilamiz. Xudo xolasa bir qator molxonani razmerlarini aytib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha boshidan boshlab keyin yem berish jarayonini to'liq ko'rsatamiz. Jicha kun botib qoldi, unga qaramasdan video olishga qaror qildik. Xo'p, Arjon qarang, bu joyda 8 soti yer maydoni. O'shi 8 sot. O'shi 8 soti yer maydoni. Xo'p, 22 ta molga joy bor. Ha. 22 ta mol. Ha, 22 ta mol, mana bag'iga 36 metr, bu tomoniga 6 metr. 36 ga 6. Orqasidan shu joygacha 6 metr. Orqasidan bemalol aravacha bilan yursa bo'ladi. Aravacha yuradi, ko'rsatamiz. 22 ta molga mo'ljallangan molxona. Bu joyda oxir 80, ichi 40 shu joy. Bu joygacha 80. Bo'yi 80, shu holatda. Oralari 1 metrdan 1.20 gacha har xil qilib qilingan. Katta kichikka moslangan ekan-da. Ha, shunaqa. Endi bu joyda 1 metr yo'l tashalgan. 1 metr. Yem bergan. Yurish uchun yo'l. Orqa tomonga o'tish. Qo'shqorchalardan ko'rsatib ko'rasiz. Mana bu tomonidan o'lchangan, hozir o'lchamayapmiz. O'lchab ko'rsatilgan. 2.30 mol turadigan joyi. Pishig'ish bosilgan, pishig'ish foydasi juda katta. Betonda ham orish mumkin qishda, bunda orimaydi. 2.30 mana shu mol turadigan joy, 2.40 gacha. Orqadan 1 metr yo'lak tashalgan. Mana shu holatda. Bemalol go'nlarini ham olsa bo'lar ekan. Aravacha olib chiqaveradi. Qiyinchilik yo'q ekan. Ammo yaxshi ekan. Keyin Kim bo'lgan ekan? Ishlagan osonroq. Qulayliklar qilganmiz. Motordan kachat bor, quduqdan suv chiqadi. To'g'ri shu. Kunduz ochib qo'yiladi, mashina ichib yotaveradi. Bu ancha ishni yengillashtiradi. Qo'y. Mana ana yerda chiqadigan dimoxod teshiklari bor, To'g'ri. shu oxirigacha boradi shu. Oldiga ham qulaylik qilish uchun mana kinonga olib to'sib yurmaymiz. Birizin, oldiga birizin. Bu qishda shunday tashab Shunday tashab qo'yiladi, bo'ldi. Mana ularga bellamchi berib qo'yamiz, qimillanmaydi. O'zini issig'i bilan ham balki pechga nechish kerak bo'lsa kerak. Yaxshi. Endi ko'tarishi oson buni. Ko'tarish oson, to'ppa-to'p. Muhammadjon, nima berib boqyapsiz buqalar? Hozir yemini ham to'liq arzon qilamiz. Asosan bizda o'ta arzon ham emas, lekin qulay yo'nalishda asosan molni yemi haqiqiy sho'rxa, kunjara, kepay, ikkinchi sort qora un. Bu tomonda. Bu tomonda. Mana sho'rxa asos berib ko'rsatamiz. Bitta molga ratsionni qarang endi shu holatda 350 kilodan 450 kilogacha trivazli mollar. Mollarniki. Ne gap yo'q. Hozir bitta molga beriladigan ona qanaqa bash bitta baqirmi? Bir mahaliga mana shu. Endi katta kichigiga qarab ozgina o'zgaradi. Ha, kattaroq bo'lsa ko'proq bo'ladi. Bitta 1 kilodan oshiqroq shu. Sho'rxon kilosi Kichkinalari 1 kilo, kattalari 1,5 kilogacha yeyapti bir mahaliga. Bu degani kuniga 3 kilo kattalari, 2,5 kilo, 2 kilo kichkinalar. Sho'rxon kilosi 3000 so'mdan olganmiz biz. 3000 so'mdan. Dekabrda oxirida, 2024-yil dekabrda oxirida olingan. Ya'ni naval olingan Hozir do'stlar. oshib ketdi endi, endi hozir oshgan qimmati. Shu holatda endi bundan keyingisi mana Kepay. tayyor yem bu. O'zimiz mana 6 qop kepay. 6 qop kepay. Bir qop kunjara qo'shamiz. 45 kilo chiqadi kunjara. 6 qopga 1 qop. Ha. Ko'p qo'shmaymiz. Yana unaqa un bor, ikkinchi sort. Bundan bir qop Ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Jicha ochig'i bormi? Do'stlar hozir qo'shib yuborilgan ekanda, hamasi. Hozir bekin, ikkinchi sort un. Mana ikkinchi sort un, qoraroq un bo'ladi. Ishga yaroqsiz. Hidlanganda novvoylar qaytarib olib kelib bergan ekan olinadi. Yema shu. Yema shu. Kunjara kepay, asosan kepay ko'p bitta. 6 qop, u degani 150 kilo kepay, 50 kilo un, 40 kilo, 45 kilo kunjara. Aralashma hammasi. Aralashma, tayyori shu, 6 qop. Endi bundan hozir yem berib ko'rsatamiz. Bittasi 2 kilo yeyapti. Ertalab 2 kilo, kech payt 2 kilo. Kattalari 2 kilo, 2 kilo. Kichkinalari 3 kilogacha yeydi. 2 mahaliga. Ertalab 1,5 kilo, kech payt 1,5 kilo. Kattalar 4 kilo ekan-da. Ha, 2 kilodan 1,5 kilo orasida 4 kilo bo'ladi. Ne gap yo'q. Hozir endi berish jarayonidan ko'rsatamiz video davomida. Bo'ldi.
Bo'lmasa hozir buni endi qaraymiz, hozir hammasiga beramiz buni. Keyin narxini ham hisoblaymiz. Keyin yana bitta narsani aytib keting. Misol mol boqayotganda hamma aytadi, rejim deydi. Bu narsa o'zi kerakmi, kerak emas. Misol ertalab har doim bir vaqtda, kech payt bir vaqtda, suvni bir vaqtda, bir xil yilab borsa, hamma narsasini qonun qoidali qiladi. Endi u ham zo'r. Bizga endi bu narsa ota meros, butun qarindoshlar boqiladi. Meni bilganim shu 10 yil, 15 yildan beri shu qarab yuramiz. Vaqtida berilgan yaxshi. Ertalab 8 da berilgan, hozir kechki soat 6. Shu vaqt ichida berilsa bo'laveradi. Berilsa bo'laveradi. Yaxshi, bir vaqtda berilsa yaxshi. Rejim Yemni beraveramizmi? Ha, yemni beramiz, uni ham ko'rsatamiz. Endi yem berish jarayoni. O'sha 1,5 kiloga yaqin sho'rxa. Bu bir mahalliga. 1,5 kilo. Ya'ni bu chottaga berilyapti. Chottasiga. Bitta molga bitta shu paqirda 1,5 kilo bosib beriladi. Endi buni ustiga qarang. Aralashma, kepak, kunjara, ikkinchi sort un. 1 kilo bitta jomchasi. Shunda mash kattalari 2 ta edi shunaqa. 2 ta berasizmi? 2 ta, bir mahalliga 2 ta. Shunda 2 kilo bo'lyapti, 4 kilo kepak kunjara bo'ladi. Haqiqatda uni yem udar. Yaxshi ham bo'lyapti. Endi mana shu 9 tasiga kattaroq, semizroq olarga shunaqa ham. Qolganlariga hali ketadi. 1,5 jom kepak kunjara, aralashma, sho'rxa ozroq 1 kilogacha bo'ladi. Endi bularga yana qo'shimcha qildik. Mana 3-4 kundan beri kunjarani o'zini ham qo'shyapmiz. Kattalarga bu? Kattalarga, kunjarasicha og'ziga qilyapti o'zi. Hozir kunjarani ochig'i bor bu tarafdagi. Asosiysi unda molning kayfiyatiga qarab, yeyishiga qarab berilaveradi. Sonra mana unisi 4 kilo kunjara kepayyapti. Oraya bu kunjara bilan 5 kilo ko'taryapti. Endi unga qo'shsangiz bo'ladi. Mana bu bundan bo'ybasti katta ko'tarmasligi mumkin. Endi ozroq berasiz. Ya'ni bilmaganlar uchun tavsiya. Men ko'p berib bersang, ichini o'tkazib yuborsa kerak-a. Ishtahasi bo'g'ilib qoladi. Ana bu 1 kilo 100 chiqadi kunjarani o'zi. Bu ya'ni kattalarga bir xat bir 3-4 kundan beri qo'shildi bu. Bu yangi ratsionga qo'shildi. Muhammad endi aslini to'liqroq qilib o'tib ketaylik. Necha kilodan o'tgandan keyin qo'shildi shu? Trivesimi? Trives, ha. Mana shu vol qarang, 370 kilo kelganda bo'lgan. Yanvar oyida oxirida olingan, fevralga yaqin. 370 kilo atrofida ves bo'lgan. 430 kilodan oshganda 440 kilo bo'ldi endi bir hafta oldin. 450 plus minus. 450 yaqinlashganda 5 kiloga kunjara kepak un aralashma chiqdi, 3 kilo sho'rxaga. Hozir bu ertalab ham xuddi mana shu ratsionda yeydi, kech paytda. Ha. Buni yeb bo'lishiga hozir mana undan beramiz. Bu silyos somon aralashgan, ha? Silyos somon aralashgani bundan ko'p yemayapti. Mana u ham yaxshi bo'lyapti o'zi. Endi bir xilgilar bor, ajoyib atalaqi beryapti. Boshqa quruq yemlar berishyapti. Endi bizga eng qulayi, qimmatroq bo'lsa ham shu effekti zo'r lekin. O'zi kunjara kepak bergan odam biladi. Bundan biz uchun bundan ortaydigani yo'q hozircha. Endi yangi yem berganimiz yo'q hali. Shunaqa. Ammo ko'pchilik bitta narsani aytadi Muhammadjon, yemni qaynatib bersangiz 2 baravar bo'ladi. Yo, u hammani strategiyasi har xilmi? Yo, biz qaynatib bermaganmiz, issiq suvga qilib berilardi atalar. Ha. Bilmadim, bundan bizga mana shu quruq yem qulay ham, mol o'g'nalishida ham ancha yaxshi foyda bergan. Hozir necha yildan beri boqiladi? Bu joyda 2006-yildan beri boqiladi. 2006-yildan beri mashhur urinishda atalar qaynatilmaydi. Uni orada qilingan. Orada qora non berildi 2014-15-yillari. O'sha siz aytgandek suvga yutib, qora non, boshqa chigit beriladi, hali chigitni nima atxotini. Chigitda atxoti endi pux. To'g'ri. Uni ham berildi, hozir ham berishyapti. Bundan ko'proq o'rtachasini olib bersangiz, ichidan sim chiqadi. Ya bir har xil temir tersak chiqadi. Yaqinda bitta molimiz mana shu joyda borida ichiga sim kirgan ekanda, o'sha pux yegan ekan, biz olishimizdan oldin. Oshqozon ishlamadi, ancha aqa-baqa bo'ldi, mana shu muxtirimiz ko'rdi, keyin halollab so'yib yubordi. Endi shunday holat bo'ldi. Endi tavsiya qilishga, misol yangi boshlaganlar uchun mana shu narsa zo'r. Hozir 2006 bo'lsa, do'stlar, 19 yildan beri to'g'risi mana shu tajriba bo'lyapti. 19 yildan beri qilingan tajribaning ichida do'stlar, mashinasi demak, eng zo'ri bo'lib chiqqani. Hozircha endi bundan keyin ham misol arzonroq, yaxshiroq yemlar bo'lishi mumkin. Kimdir bundan ham zo'r boqadi. Agar shunaqa boqayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib kelsin. Bir-birimizga foyda bo'ladi deb fikr almashgan yaxshi. Endi kalkulyatoringizga bitta tushiraylik, nimasini chiqaramiz. Rasxodini chiqaramiz, ha? 1 kunlik rasxod. Hop.
Xo'p, bu joyda kalkulyatorga kiramiz. qarang, 1 kilo sof kunjara yeyapti. Mana shu buqani 450 kilolik deylik. Aha. Atrofida shuni. Xo'p. 1 kilo sof kunjara hozirgi kunda 6000. Bizga ham shu 6000 nonga yaqin non kunjara. Aha. 6000 so'm. 6000 so'm. Hop, bunga qo'shilyapti 3 kilo sho'rxa yeyapti. Bizga 3000 lik paytda kelgan sho'rxa. Dekabr oyining oxirida. Hozirchi? Sho'rxa 4,5 ming atrofida bo'lsa kerak. 4,5 ming. Endi olingan narxda hisoblayman-da. O'sha paytda 12 tonna olingan, shu yetadi. Shular yetilib ketgunicha yetadi. 3 kilosi bo'lyapti, borgani 10 ming so'm deylik. Hozirgi do'stlar, hozirgi kunga o'zlarining kalkulyatsiyasini tushib olaverasizlar. Bular olgan narxini tushib berishyapti. 10 ming so'm. Hop, bundan tashqari endi bu joyda kunjara kepay, 6 qop kepay bo'lyapti. Mana bag'i 16 ming so'm kunjara bilan sho'rxa bo'lyapti. Kunjarani o'zi bilan sho'rxa. Endi buni hisoblaymiz, qani. 16 ming so'm. 16 ming so'm eslab turing. Endi bu joyda 6 kilo 6 qop kepay qo'shilyapti. 6 qop kepay 60 ming so'mdan olingan. Bu yo'q 80 mingga chiqib ketdi to'g'risi. 60 mingdan 6 qop qo'shyapmiz bitta zakatovkaga tayyorlash. Endi unga 40 kilo atrofida kunjara. 6 mingdan 240 ming, 250 ming kunjara bo'lyapti qani. Bitta tayyorlash uchun. Hop. Xo'p, endi unga 150 ming so'm un. 150 50 kilosi 150 ming bo'lganda 150 mingdan berishgan bizga. 760 ming so'm bo'lyapti tayyorlash, aralashmamiz. Endi bo'lamiz kilosi necha kilo bo'lyapti? 52 Bu 50 kilolik bitta. 25 kilo. Ha, bu 25 kilo. O'rtasi 150 kilo. Hop. 150 kiloga bitta un qo'shilyapti. 50 kilomi? Ha, 50 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Bitta 40 kilo atrofida kunjara. 240 kilo. Endi bir 760 ming so'm narxi bo'ldi hozir. Aha. Endi 240 ga bo'lamiz. 1 kilosini necha puldan aylanyapti shu? 3166 so'm. 3200 so'mga aylanyapti endi bu narsa. Aha. Aralashmasi do'stlar 3200 so'mga aylanyapti. Endi bundan 16 ming edi. Sho'rxa bilan kunjarani o'zi. 16 mingga qo'shamiz. 4 kilo yeyapti kattalar. 3200 so'mdan 4 kilosi borganda 13 ming deylik. 13 ming so'm. 29 ming. 30 ming. Endi 30 ming xo'p. Xo'p, endi uni nimasi ham bor-ku, uni yemdan keyin selios somon bor. Selios somon ko'p berilmaydi. Bitta presga ikkita pres berilyapti. Ofshi hamma bir kuniga bitta pres ketadi. 40 kilo selios ketadi. Selios mesindan tushgan bizga. Shunaqa atrofida presep bosilyapti. Selios somon hisoblaganimda 2 mahaliga 4 ming so'm bo'lyapti. 2 mahal 4 ming. 2 mahaliga 35 ming sredniy hisoblasak bo'ladi. 35 ming deylik, mana. Bitta mol bir kunda 35 ming sredniy yeyapti. Kattasi. Kattasi. Endi naryoqda sal kuzgacha voqiladiganlari bordi. Ular do'stlar adashmasam yo 27 yo 28 dan veridan tushar ekan. Shunaqa. Xullas, Muhammadjon nima qilib gapirsak bo'laverganda, qo'yig'i suyug'i 25 mingdan 35 minggacha qilsa bo'laveradi. Oraliqda boqilsa bo'laveradi. Endi mana 35 mingdan tushganda ham 30 kunda 1 million 50 ming so'm. 1 million 50. Hozir tribesi semizli 60 mingda. Bu yaxshi. Nimasiga nisbatan effekti yaxshi. Yarim kilo, 1 kilogacha qo'shadi kattalar bir kuniga tribesiga. Shu yemdan yeydigan bo'lsa, 35 ming yeyapti, 60 minggacha qo'shyapti 1 kilosi tribesiga-da, 1 kilo. Gap yo'q. Bir oyda xudo xolasa bemalol 30 kilo qo'shiladi. Endi 30 kilosi 30 kilo qo'shiladi. Ha, 30 kiloni do'stlar kalkulyatsiyaga tushadigan bo'lsalaring, effekti yaxshi ekan. Endi to'yib yeyapti hozir bu yemdagi. Bundan ozroq qilib boqsang bilan biz vaqtini tezlashtiryapmiz, yetilish jarayonini tezroq. Shunaqa. Xudo xolasa xuddi mana shu usulda boqadigan bo'lsa, bemalol baraka topadi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Endi bular 18-yanvarda birinchisi kelgan. Oxirgisi 20-fevralga to'g'ri keladi. Mana shu 19 ta mol bor. Shu oraliqda bo'lgan 17 million 400 ming so'mdan tushgan. Qo'y suyug'i. Bitta kattasi ham bor 18,5 million. Naryoqda 14,5 degan ham bor kichkina. 17,5 milliondan aylangan bizga. Nima gap yo'q. Endi bu oyga 1 millionlik yemga mana shu yaqindan beri chiqdi. Bunaqada 600 ming so'mga to'yapti hozir. 650 borgan 700 mingga chiqyapti o'tda. Endi etlanib bo'lgan hisobiga qo'shdi endi. Endi iloji yo'q, o'nalgani sari qo'shiladi. Kattalari qo'shiladi. Misol kuniga 40 ming so'mgacha chiqadi mana shular, qo'shiladi. Gap yo'q. Xo'y. Muhammadjon, yana endi bularga necha mahal suv beriladi? Shunisi ham aytib ketaylik. Suv kunduzi ertalab yemini 8 desa 10 gacha bo'ladi, 11 larda suv ochib beriladi. 3 gacha 4 gacha turaveradi. 3 gacha 4 gacha turadi, to'yib ichadi. Endi ana silios somon quruq degandan keyin baribir chanqaydida, keyin mana kuchli ham, u ham chanqatadi. Iloji bo'lsa 2 mahal suv olish kerak. Ha. Kech payti o'rada suv beryapmiz. Havoga qarab endi hali salqin, bundan bog'i 2 mahal suv oriladi.
Chistoda aytyapmiz 21-aprel 2025-yil hafta kuni dushanba. Endi hozir bu reklama emas, oddiy bir tavsiya. Ho'jaakbar aka, bu nimasi effekti qanaqa bo'ladi-ki, issiqdan oldin olishga bir qator reklama emas, bu shunchaki bir ko'rayotgan odamlarga foyda bo'lishi maqsadida. Bu tachen issiqlashni oldin olgani, issiqlagan molni lichena qilgani. Bu Gemas degan kasallik, qon kasalligi o'shani oldin olgani, lichena qilgani. Bu tachen har bitta molga 20 kilosiga 1 grammdan qilinadi. 20 kilosiga 1 gramm. U degani 400 kiloli molga 400 kiloli molga 20 gramm. 20 grammdan qilsa bo'laveradi. 20 gramm, 25 atroflarda qilsa bo'laveradi. 400-450 atrofida. Reklama emas, bu oddiy hozir qilyapti. Doktor akamiz kelib qoldi. Bir qator aytib o'tyapmiz. Ha, bu tachen. Endi bu tachendan boshqachalari bor. Paylamidin bor, turpanol bor. Shular ham o'sha eng yaxshisi mana shu bu tachenlari. Hozir keyin qo'llab kelayotganingiz shu. Ha, bu tachen. Hukumat tavsiya qilsa bo'laveradi. Tavsiya qilsa bo'laveradi. Yo'q, ziyoni yo'q. Bu oldin lichena Yarim ollaqalari yo'q ichida. Yo'q, ziyoni yo'q. Vitamini ham bormi aka? Yo'q, vitamini yo'q. Endi vitaminga body force ko'rdim aka, nima deysiz? Body force ham yaxshi ishlatyapmiz, body force ham. Birorta vitamin qilamiz, endi necha kunlar qilsa bo'ladi aka? Bugun buni o'qisa. Farqi yo'q uni. Bir 10 kundan keyin qilsa bo'ladimi? Yo'q, bir maketdan qilsa ham bo'laveradi. 10 kun qilsa ham bo'laveradi. Xohlasa yana bir haftada uni videosini qilamiz, o'zgarishlarni ko'rsatamiz. Xohlasa kunga kechikib qoldi, bolalarga ko'rsatilmadi. O'sha 2-fevral kuni 10 tasi kichkina edi. Mana shular syomka qilganmiz. Bundan oldingi videoda turibdi. Mana shu o'zimizning kanalda turibdi. Bir ko'rilsa ham bo'laveradi. O'zgarishlar qanaqa bo'lgan. Akalar, mana kech kiyimlari ne bo'lib ishlar tugatdi. Yana bu qo'la bir qator obzor qilib beryapmiz. Video davomida yaxshi olib bera olmadik. Kech payt bo'lsa ham olib berdi endi. Kunduz kuni xotirjam biror kuni syomka qilamiz, chiroyli qilib. Qirg'iziston parolashib berib qo'yam, zo'r bo'ldi. 17,5 millionga 23-yanvar kuni olingan. 3 oy bo'ldi. Nonasi o'zgarish zo'r. Bu joylar o'zimizni joylari ham shunaqa edi. 17 million bo'ladi. Xuddi o'sha kun bir kunda kelgan kelasi. Bu ham zo'r bo'ldi. O'sha aytib o'tilganda 2 oy 750 ming 800 ming atrofida yem yedi, bir oyda 750 ming 800 mingdan 2 oy yedi. Endi başa aprelgacha kuniga 35 mingdan yemli rejimga o'tdi. Bular ratsion o'zgarib hozirgi kunda 35 ming yem mana bu qola. Maşallah o'zgarishlar zo'r lekin. Mana shu buqayam birinchi olingan mol 18-yanvar kuni 16 million 600 mingga olingan edi. Orada yashur bo'ldi, kasal bo'lib. Hozir zo'r. Mana bundan bag'i 25 mingdan 30 minggacha yeyapti hozir shular. 27 ming atrofida 28 ming tushsa kerak. Bir kunligi. Endi ular olsa kuzgacha boqiladi. Harigilar semirib poz sotiladi. Qo'zilar. Mana shu buqa ham oxirgi kelganlar, shu fevralda 20-chilarda kelgan. 14 million 15 million bo'lgan. 17 million bunisi bo'lgan. Bu ham fevralda oxirida kelgan.
juda bir qator ko'rsatib narx-navolarini, yemlarini, hamma yo'g'ini tanishtirgan bo'ldi. Xudo xolasa hammaga nasib qilsa endi yangi boshlaganlarga 100 ta, 200 ta bo'lsa har bir odam boshqacha narsa bu ham. O'ziga yarasha qiziqqan odamga mana shu bittasiga shunchadan beriladi. Hozir yeb olishda endi mana shu bitta kichkina to'g'rada chiqadi. Bir mahaliga shu yetadi, hali yemdan keyin. Bir mahaliga mana shularga 1,5 kilo sho'rxa, 2 kilo kunjara kepa un aralashmasi, 1 kilo alohida kunjara. Berilyapti. Undan keyin uni yegizib olib, yana silyos somonni aralashtirib shunday berilyapti. Shu aytib o'tilganda kimda qanaqa ratsionda boqilayotgan bo'lsa, kommentariyada fikr almashamiz. Bir-birimizga foydasi tegsa ursamiz. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. O'tkazgan vaqtdan, ko'rgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha endi syomka qilib berdik. Hammaga rahmat. Vaqtlarga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.